Xo'p, mana matematika master kitobida 629-misolda chiqmayotgan edi. Hozir buni ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, misolimiz berilishi mana shunaqa bo'ladi. Qarang, birinchi bu tartibda aziz o'quvchilar, videoni diqqat bilan kuzatingizlar. Qarang, bu tartibda qavs ichini ishlab olamiz va qavs ichini ishlab olganimizda mana bu ikkalasini bo'lib olamiz. Ya'ni bo'lganimizda bu ikkalasidan quyidagi javob chiqadi. 1.03 degan javob chiqadi. Xo'p, mana o'rtada ayirish chiqadi va mana bu ikkalasini ham ko'paytirib olamiz. Bu ikkalasini ko'paytirganimizda 3.03 chiqadi. Ya'ni hozir mana bu joyda sizlarga ko'paytirib ham ko'rsataman. Ya'ni 2.02 ni ko'paytiramiz 1.5 ga. Mana shu tariqa 2 kara 5 10, bir yoqda 0 kara 5 0, 5, xullas 2 kara 5 10. Mana 2 kara 1 2, 0, 2 ayiramiz 0, 3, 0, 3 va virgul bitta bu yoqda bo'lgani uchun bu yerga qo'yib olamiz. Xo'p. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, xo'p, mana bu ikkalasidan o'rtada ayirish turadi, 3.03 turadi. Ya'ni bu qavsning ichi ishlanyapti. Endi nima qilamiz? Mana bu 1.03 dan 3.03 ni ayiramiz. Biz hozir videoni ko'rayotgan o'quvchilar, biz mana bu joyda qilgan xatomiz 1.3 deb olib ketgan ekanmiz. Xo'p, o'shani hozir inobatga olamiz. Xo'p, mana endi ayiramiz. Misol uchun 3.03 dan ayiramiz 1.03 ni. Xo'p, 0 0 ni ayiramiz, virgul qo'yib qo'yamiz. Ya'ni 2. Xo'p, mana bu xullas mana bu qavsimiz ichidan -2 degan javob chiqdi. Xo'p, endi keyingi mana bu potokka o'tamiz. Qarang. Xo'p, mana buni keltirib olamiz. Ya'ni aralash kasrni oddiy kasrga aylantirib olamiz. 6 1 kara 6 7 taqsim 6. Xo'p, mana bu joydan yozaman agar sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa. Mana 7 taqsim 6 bo'ldi. Xo'p, plyus qo'yib olamiz. Xo'p, bu aralash kasrni ham yozib olamiz. Qarang. 6 5 11 taqsim 6. Endi mana bu ko'paytirish bo'lgani uchun mana bu joy ko'paytirishdi. Mana bu joy ko'paytirish bo'lgani uchun mana bu 2 ni olib kelib olamiz bu yoqqa. Ko'paytirilgan -2 barobar. Xo'p, barobar bo'ladi. Xo'p, endi birinchi buyruqimiz mana bu joyimiz qo'shish amali bo'lgani uchun mana bu minusimiz turibdi, -2 miz. Mana bu ko'paytirish. Ya'ni mana bu 11 da har doim mahrajdagi emas, suratdagi ko'paytiriladi. Mana bu holatda. Chunki mana bu tagida 1 bor deymiz. Xo'p, 11 da 2 ko'paytiramiz. Xo'p, 11 da 2 ko'paytirib yozib olamiz. Xo'p, 7 taqsim 6 plyus ko'paytirdik. Xo'p, -22 taqsim 6 barobar bo'ldi. Xo'p, endi mana bu oldimiz minuslik, lekin plyuslik. Endi 22 dan 7 ni ayiramiz. Xo'p, barobar qo'ydik. -15 taqsim 6 bo'ldi. Endi buni nima qilamiz? Buni 3 ga qisqartirib beramiz. Qarang, bu ikkalasini 3 ga qisqartirib yuborganimizda 3 ga qisqartirsak, xo'p, mana bunga 5 tadan 5 bo'ladi, bunga 2 bo'ladi. Ya'ni barobar minusdan 5 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, 5 taqsim 2 bo'ladi. Buni aralash kasrda bergan. Buni aralash kasrda berganiga xuddi mana D javobimizda mana. Ya'ni nima qilyapti? -2 kasr chizig'i 2 1. Ya'ni -2 1 taqsim 2 da. Ya'ni buni yana barobar 2 kara 2 4 5 qo'shsak barobar -5 taqsim 2 ni beradi. Javobimiz D javob bo'lyapti do'stlar. Hurmatli o'quvchilar, xuddi mana shunday ishlanadi. Mana ko'rib olishingiz mumkin. Bemalol mana ishlash tartibi shunaqa ekan. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, mana bu joyda bizning xatoyimiz bugun, ya'ni ishlaganimiz dars jarayonida mana buni 1.3 deb olib ketganimiz. Qarang. Ya'ni bunda bitta nuqta yoki virgul bo'lsa ham misollarimiz yanglishi yana bir bor isboti bilan bo'ldi do'stlar. Ya'ni o'quvchilar, bemalol videoni mana shunaqa oxirigacha ko'ringizlar.
yana chiqmayotgan misollar bo'lsa, mana shu tariqa sizlarga ishlab berishga harakat qilaman. Barchaga omad.